Ko'chada savdo qiladiganlar, kitob sotamiz, suv sotamiz, sigaret sotamiz, farqi yo'q. Nima sotadigan bo'lsanglar ham, agar sizlar YTT qilib qo'ymaydigan bo'lsanglar, sizlar ma'muriy yo jinoiy javobgarlikka tortilishinglar mumkin. Soliq to'lashdan bo'yin tovlashdi. Bu noqonuniy tadbirkorlik hisoblanadi, qonun tomonlama. Va bu yerda bor buddizm musodara qilishadi va hattoki summa 210 milliondan oshsa 1 yil uchun oborotingiz, unda sizni qamoq jazosi bilan ham jazolashligingiz mumkin. Buni oldini olish uchun YTT sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, 1 milliardgacha oborotingizdan atigi 1% soliq to'laysiz. Bu sizni xotirjamligingiz, bu sizni mol-mulkingiz musodara qilinmasligini ta'minlab beradi. Bu sizni tinchligingizni ta'minlaydi. Va ko'chmas savdo sifatida ro'yxatdan o'tganingizdan keyin Xolasangiz shahari bu burchagida, Xolasangiz shahari ertaga u burchagida xotirjam savdoingizni qilishingiz mumkin, chek berishingiz mumkin. Umuman sizni soliq ham boshqa organlar ham bezovta qilmaydi. Agar davlat ro'yxatidan o'tmasdan savdo qilayotgan tanishlar bo'lsa, albatta jo'natib qo'ying, javobgarligi juda og'ir.